Boshlandimi? Xullas, bitta meni mana shunday videoga o'qib qo'yasan. Assalomu alaykum barchaga. Bugun 2026-yilning 18-iyun kuni O'zbekiston terma jamoasi Jahon chempionatida o'ynaydigan kun hisoblanadi. Xullas, mavzu bu haqda emas. Biz mana shunday bir Ishton tumanimizda, Ishton shahrimizda joylashgan Ustozlar xiyobonida ajoyib yarmarkaga tashrif buyurganmiz. Biz bu yerda o'z mahsulotlarimiz bilan ishtirok etyapmiz. Bitta ko'rsating operator. Bizda nimalar topishingiz mumkin degan ajoyib bitta savolchaga javob berib o'taman. Bizda barcha turdagi maxsus ish kiyimlarini topishingiz mumkin. Futbolkalar, kepkalar, xohlagan ranglar, o'lchamlardagi ish kiyimlarini ishlab chiqazamiz. Aytgancha ma'lumot o'rnida aytib o'tishim kerak. Bolajonlar uchun bog'chalarga va xususiy maktablarga yozni soz o'tkazish uchun ajoyib detskiy futbolkalarimiz ham mavjud. Biz ishlatadigan matolar eng oliy navli iplardan to'qiladi. Shu o'rinda bitta ma'lumot uchun yana ma'lumot kiritib o'taman. Bizda faqat maxsus ish kiyimlari ishlab chiqarilmaydi. Reklama xizmatlari ham, barcha turdagi reklama ishlab chiqarish uchun kerakli uskunalarni olib kelganmiz. Sizga ham tashqi va ichki reklamalar kerak bo'ladigan bo'lsa, yonuvchi harflar, mana shu bukvalar deydi xalq tilida, shiraka formatli banner, arakal, barcha turdagi reklama xizmatlarini ham sizlarga taklif etamiz va tavsiya etamiz. Bemalol biz bilan bog'lanib, ishingizni biz bilan sifatli hamda hamyonbop narxlarda bitirishingiz mumkin.